o'rgan. Shoshma, omlardan advokatga gaplashamiz sen. Ya Atlantani sotib turib, olgan Qayerda? pulingami? Shimkentdami? Qaysi pulingga? Shimkentda ekansan. Qaysi pulingga? Shimkentda ekansan. O'zing kep tayoq yeb ketding, o'zing kep tayoq yeb ketding, Meni bir og'iz o'zing kep tayoq yeb meni bir og'iz ketding, gapimdan qazaqa kelding, $600 bilet oldim, $500 bilet oldim dedingda, keldingda fingal yeb ketdingmi? Shunday yeb ketasan. Qo'ttog'im deysan, tushunding? Qo'ttog'im deysan. Shimkentdamisan? Onangni omini ichidaman. Onang bor-ku, prosit yeb yurgan. Onangni omini ichidaman. Onangni omchasini tillig'ini ichidaman. Onangni omchasini tillig'ini ichidaman. Qozog'istonda onang nomiga, qo'ttog'im yeysan, tushunding? Qo'ttog'im deysan, tushunding? Onang nomidaman. Mana omimda ichidasan, omimda ichida. Shimkentdamisan, Sayratdamisan? Pashol naxuy. Qayerdasan, qayerdaligingni ayt. Chumo, cho'chqa. Tushunding? Qayerdasan, alkash? Qayerdasan, qayerdaligingni ayt. Zo'rsan-ki seni. Qo'ttog'im jima naxuy. Qayerdasan sen? Qo'ttog'im jima naxuy. Achkingga qo'ttog'im. Achkingga ham qo'ttog'im, yashagan umringga ham qo'ttog'im, patxotingni borib yulduzga qilasan. Tushunding? Menga qilolmaysan patxotingni, tushunding? Atxot bilet, musor bilet, gandon bilet. Bor granitsada o'tir, jazur ekansan. Kuniga granitsada o'tir, qancha o'zbek chiqib ketyapti chet elga. Qancha o'zbek Qozoqda qiynalib yuribdi, ish izlab. Qirg'izda yuribdi, Rossiyada yuribdi. Og'zingga skin sindichi o'zbekni. Og'zingga skin sindichi podarka beruvchini. Og'zingga skin sindichi podarka yig'ib odamlarga yordam qiluvchini. Og'zingga skin seni, xo'ppi? Saylab bergan odamlaringga og'ziga skin, tushundingmi? Saylab bergan odamlaring ana kecha va kunduz yana o'tiribdi efirida prashaykalik qilib. 3 kuningdan bitta odamga yordam berdingmi? Dakasa yordam ber. Onang nomiga u yordam bergan odamlaring o'tiribdimi? Yordam bergan odamlaring yana o'tiribdi, gadoylik qilib. Hali uy ololmabdi. Tojikiston xalqiga yordam berdim deysan, onang nomiga yordam berding. Barisi o'tiribdi, gadoylik qilib, proshaykalik qilib. O'zingga o'shqab. 24 ta 7 odamlardan proshaykalik qilasan. O'l kuningdan, o'l. O'lmasang sendichi haromlarni yer tortmasa Xudodan noroziman. Xudodan ming noroziman sendichi ifloslar. TikTokda o'tirib, yashashini ko'rsatib, ahmoq qilib odamlarni loq qilib pul olayotgan haromi sendichi ifloslarni yer tortsin. Sendichi haromlardan oddiy erkaklar buzilib ketyapti. O'shanday shart qilsak, o'shanday yalang'och bo'lsak, bizlar ham boyib ketamizmi deb o'ylayapti qo'ttog'im. Ana qichqirdi ham bugun boya o'tiruvdi efirida. Bizlar ham bir kun boyib ketarmiz dedi. 3 kun oldin xo'p efiringda yoqdan baqa yugurdi. Yalang'och yugurdi. Ana endi hech kim yo'q. 3 ta odam bilan o'tirdi. Sen bilan o'ynaganda 100 ta odam bo'ldi. 100 ta bilan 2-3 kun o'tirdi-da, ana endi 3 ta odam bilan o'tirdi. Bir kun men ham boyib ketaman deb o'tirdi. Topganini ichib araq. Menga qara. Kimga chaqib? Gandon. Gapirmanga to'g'ri harom erkakdi. Bomba. Eshiting opa. Eshiting, meni eshiting. Bomba. Menga qara, shoshma. Menga qara. O'lish kuningdan erkaklar tarbiyasi. Bomba. Eshityapsizmi? Savolim bor senga. So'yish kerak. Amir Temur bobomiz qilichi bo'lganda edi, hammani so'ydim. Qatarasiga TikTokdan qirg'in ketirib so'ydim onangni skindardi. Tamamlaydi, vaqti. Bomba eshityapsizmi? Shak qilmay o'llaring, inang skinlar. Shakingga qo'ttog'im sinlardi. O'zdan bo'lib chiqibdi. Mana u yalang'och yurgan hizalakni oldida. Og'a. Inang skin. Qo'ttog' bosh. Ikkalamiz ham ovozimizni o'chirib qo'ygan, короче. Eshitmaydi bak.
odamlar shunday ekanda. Ochasi yo'qmi? Mana hizalak yab-yalang'och yurgan harom tualetda suv ichgan, imchagini kesgan, uyda turgan mashinani O'zi Istanbul, o'zi turib bo'lsa ham necha bir o'zbeklar ko'chaga qolib ketgan o'zlari uylik qilishga yordam berdi. Necha bitta yetimlari boshini siladi. Nima prechom bu odam? Nima prechom bu odam? To'g'risida o'zi turib bo'lsa ham nechtadan bitta mana son sanog'i yo'q. O'zidan ziyod odamga qanchadan qancha bir ehsonlar berdi, yordam berdi o'zbeklarga, foydasi tegdi. Bu nima prechom bu? Men hayron. Aktiv ko'tardida endi nigina bechanaga qarab sindir. Aytadigan gaplaringga qo'tog'im. Bir gapini o'ylab gapirmaydi bu haromlar. Aktiv uchun bilgan pug'ini yeydi odamlar ham dalboyib shularga padishga beradi. O'sha dalboyib padishga bergan dalboyiblar uyi kuysin. Kim bunga TikTokda o'tirib padishga berdi? Uyi kuysin. Senga beramiz padishkani, senga beramiz padishkani. İnsanlarda mehr oqibat qolmadi. Seni bilan kiramiz, senga padishka uramiz, seni qo'llaymiz. Qanchadan qancha oilalar buzilyapti, qanchadan qancha o'zbek erkak ayollari TikTok yopilib ketsin xohlayman. TikTok yopilib ketsin. Iloyim TikTok yopilib ketsin. O'zbekistonda ham umuman yer yuzidan TikTok yo'q bo'lsin. Anangni sikay erkaklar xizalak bu buzilib ketyapti. Xotinning oldida uyalmay tashag'ini yechib o'tirdi. Ana videosi bor, menda ko'ringlar, hali qo'yaman. Onangni sikay xotinning oldida o'tirib, yechinib o'tirdi erkagi. Nima qiyomatda o'ylamagan harom erkaklar. Men nima prechom, dalba yo'q. Men nima prechom, tashag'ini ko'rsatadi. Hayron bo'laman-da. O'ylaydiki men buzuqni o'ylayman. Men buzuq emasman, enangizga o'ldiram baringni. Ayla turgan kvartiram oldingisidan borib so'ra, mashimdan so'ra. Men hayotda uydan dalaga chiqib yurgan ayol emasman. Ash kvartirani oldim, uydan dalaga chiqmayman onang. O'risni qo'tag'ini yedi, qirg'izni qo'tag'ini yedi. O'zbekiston olib kelaman, uyda yeb o'tiraman. Hayotda men uydan dalaga chiqib, jalablik qilib, og'zimdan sigaret topib, buyanib yurgan ayol emasman. Qancha pul oldingiz men sotganing? Pulni topdim. Shunday? Shpaklovka qildim. O'zi o'ylalmay yuribman, qiynalib erkakda shuni qilaman. Mana gandon nima deydi, qo'toq bosh. Shpaklovkada ish yo'q, TikTokka kirib turib menga o'shqab yalang'och yugursanglar, achkini taqib o'tirasizlar Dubayda. Omski. Og'zingizga harom. Og'zingizga seni harom erkakda. Xudodan ham qo'rqmaysiz. Qanday odamsiz? Erkaklarni miniyasini buzgan. Qayerdan olib gapirasiz? Mirzayev qayerga qarayapti? Saida Mirzayeva qayerga qarayapti? Hamma erkaklar kechasi bilan yalang'och bo'lyapti. Hamma erkaklar kechasi bilan kunduzi bilan yalang'och bo'lyapti. TikTokda yalang'och yurtiryapti mana Sardor Gangster. Hamma ayollarni yechintiryapti. Hamma erkaklar yechintiryapti mana Sardor Gangster. Nima uchun Dubayga bora olmaydimi? Dubayga borib shu Mirzayev, Saida Mirzayeva bitta odam jo'natib turib, mana shu kallasini uzib kela olmaydimi mana shu haromini kallasini Saida Mirzayeva kallasini uzalmaydimi? Uzalmaydimi shu haromini kallasini uzalmaydimi? Shu haromini kallasi uzalmaydimi? Qancha vaqt bo'ldi qochib ketganiga? Aziz Dalboyevni kallasini kesalmaydimi? Aziz qamalmaydi. Aziz Yusi qamalishi kerak. Chunki u manoni olib qochdi. Manoni olib qochib, ta'minlab oldida yurib qo'riqchi bo'lib yurdi. Ana evaziga ana endi tuhmatini eshitdi. Ana Elyor borib turib, boshini kesmadi buni. Boshini kesish kerak Elyor. Elyor qachonlar aytdi bu haromini boshini kesish kerak deb. Saida Mirzayeva, Mirzayev qayerga qaraydi buni? Boshini kesmaydi. Hamma o'zbeklar buzilib ketyapti. Qayda ayol bor ekan, kimni qulog'ida sirg'asi bor ekan, kimni tillasi bor ekan deb yuribdi. Och qulog'im to'q qornim dedi-ku. Qornim to'q meni, Xudoga shukr. Buni Xudodan topkir uying kuygirdi. Nima uchun kallasini uzmaysizlar? Achkin taqib juvachga chaynab o'tiribdi bu. Erkakmi u? Erkakmi bu? Hozir yozdi kuni erkaklar barisi qavun taruz ekib, dehqonchilik qilib, prosent qilib, onasi Tavba qildim.
so'rayapti. Bu haromni nima qilyapti? Juvachka chaynab. Bu erkakmi? Juvachka chaynagan erkakmi? Juvachka chaynagan erkakmi? Menga aytinglar. Men Xudo rahmatli otim bor edi. Juvachka chaynaysizmi? Ota desam, men erkakman, juvachka chaynamayman deydi. Munqar chaynashin. Ayol, gapirishlariga bir e'tibor beringlar. Og'izlari o'zgarib ketadi, o'zgarib ketadi. Qo'toqxo'r bu. Nagli qo'toq so'rib yuradi bu. Dubayliklarni qo'tog'ini so'rib, shayxlarni qo'tog'ini so'rib yurgan gandon bu. Ha, shayxlar har kuni sikadi. Bu chaqirgan Qotib qoldingiz opajonim. Davom eting. Maza qilyapman. Davay. Ha. bilan gandon. O'z avlodim bilan gandon. Mazayib kurs Gunohimiz ham qolmadi akalar. Gunoh dunyodagi eng pok inson endi menman. Yangi tug'ilgan chaqaloqdek gunohim ham qolmadi. Hamma gunohimni olyapti bu. kallasini kesmasa Xudodan noroziman. Erkaklarni buzyapti bu. Harom uying kuygur. Erkaklarni buzyapti bu. Plus. Hamma erkaklar yalang'och yuribdi TikTokda. Hamma erkaklar yalang'och yuribdi. Qanchadan qancha erkaklar xotinni urib yapti. TikTokka pul solib turib, ana Alibanati ham chiqdi pul. Ben buni qayerdan topgansan? Miyasi bilan issiq o'tib ketmagan miyasidan bu nechinchi asrda odammi bu? 20-asrga ham tortmayapti-da bu. 15-asrlarda man dinozavrlar davridan emasmi bu? Bularni reklamasiga qarab, anusiga qarab, padarka o'tmanglar, zapravka qilib turib, pullarni Senga o'tamiz. Senga padarka o'tamiz. Bo'ldi. Boshqa hech kimga o'tmaymiz, faqat senga o'tamiz. topqir bular. Bularni bir oyog'i do'zaxda bular. Bundayda kim do'zaxga tushadi, kim jannatga tushadi, bu bandasini qo'lida emas. Bu birovni do'zaxi deyish, u hayot kuyib ketgan odamnikida, tavba qildim, astag'firulloh, noto'g'ri tushunmaylari, dindan sal buncha xabarim bor-da. Birovni do'zaxi deyish, birovni do'zaxga taqqoslash, birovni jannatga taqqoslash, u bandasiga Allohga shak keltirish. Bilmadi, gadoy. Odamlardan tilam chiqib yurgan tilamchilar kattos. Kimdan onasini emsin shu paytgacha bitta padarka so'radim, deb tilamchilik qildim. Shu paytgacha menga aytinglarchi. TikToklarda boshqa birovlar bo'lishi mumkin, men gadayman deyishi mumkin. Yo'q. Biz or nomusimiz qattiq, men birovga egilmayman hech qachon. Pejamda rizqim bo'lsa teraman, bo'lmasam termayman. Yo'q, kerak emas. O'tiraveraman. O'ynayveraman, narsa qilaveraman. Ular sovg'a so'rashi mumkin. Akajon, menga buni urib bering. Dadajon, menga buni urib bering. Hayotda hech kimga padilishcha ham qilmayman. Hech kimga onasini emsin, padarka ham so'ramayman. Hech kimdan bir sovg'a ham so'ramayman. To'g'risi, men shu paytgacha so'ramaganman, bundan keyin ham so'ramayman. Nima deganini tushunmayman. Shu xizalakni ustozi bu. Onangizga bu ustozlik qiladi o'sha Bekxanga. Bu gandon bu. Nima qilayotgan? Endi Bekxan. Tinch yurgan bratchikani ham sikyapti endi. Hop. O'zbekistonskiy menini inasi olmay kirib ketgan bu yoqqa. Chetdan turib, ne qarasang, onasini olmaga tikkala kirib ketgan. Hozir Barisi poraxo'r. Hozir kartasiga shunday kelib turib, kartasiga shunday bir $100 taylab bersam, mendan zo'ri yo'q. Savdojon, o'tag'izni tirab yurib, kimdandir bir $100 mi, $50 pul olganda eng uzoq. Anchuncha meni shunchadan berib, mana cho'kyapti qarg'a. Ko'rdinglar? Mana pul nimalar qilmaydi, tavba qilma. Pul